Oradagi arzondan boqaman deganlar ham arzoni bor ekan, xudo xolasa. Endi arzonlari. Bundan keyin bundan arzon chiqdi. Bundan arzonlari. 50 ming o'tib beramiz. 100 ming o'tib berasiz. 1,5 milliondan. Mana ko'ringlar, mana bular 450 plyus minus. Xudo xolasa, qo'ydi ishqibozga tavsiya qilaveramiz. Mana. 1 million 900 dan. 1 milliondan yo'q. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Elmurodov kanalining qadrli obunachilari, bugun bir yangilik bo'ladi. Nimaga deganlarim uchun shu Elmurod deganning o'zlari, ya'ni Elmurodov kanali admini o'zlari chiqqanlar, narxni bir keskin tushiradilar. Xudo xolasa bugun eksklyuziv video bo'ladi sizlar uchun akalar. Elmurod aka. Aka assalomu alaykum. Mana bugun mana o'zingiz obunachilar, o'zingiz bir gapirasiz, xudo xolasa aka. Assalomu alaykum, hurmatli Elmurodov kanalining obunachilari. Akalar, bugun xudo xolasa 100 bosh qo'y kelgan. Arzon qilib chiqaveramiz. Narxlar arzon. Oxirigacha ko'rib, like bosib turasizlar. Akalar, Elmurodov kanaliga obuna bo'lsangiz, eng arzon qo'ylar xudo xolasa faqat shu o'zimizning kanalda bo'ladi akalar. Elmurod aka buni sonini endi ma'lumotlar bering. Sardarbek soni 12 dona. 9 tasi urg'ochi, 9 urg'ochi, 3 donasi qo'chqor. 3 donasi qo'chqor. Elmurod aka pullari bor-da obunachilarda. Qanday biznes qilsam bo'ladi deganlarimizga qanaqa maslahat berasiz mana? Qo'chqor olib boqsinmi, soliq olib boqsinmi aka? Endi Sardarbek hammani sharoit har xil. Hammani Yaylovi bor odam soliq olib, yaxshi qo'chqor, zotli qo'chqordan qo'shib ko'paytirgan yaxshi. Hop, endi qish masalan turadigan insonlar qo'chqor olib yemlab boqqan yaxshi-da. o'zingiz maslahat berasiz shuni, ha? Mana akalar, ko'ringlar. Shu endi o'zimiz fikrimiz. Endi hammaga har xil. Bu o'sha 9 ta soliq, 3 ta qo'chqor. O'zidan ko'payib yuraveradi akalar. Zoti yaxshi. Mana akalar, endi xudo xolasa qo'y faqat baraka jannatdan chiqqan. Narxi nima deymiz bularda aka endi? Sardarbek, bular narxini 2 million 200 dan deymiz. Ya bir skidka qilib ayting aka. 2 million 100 dan berishsin Sardarbek. Riyan olamansa-chi hammasini. Olaman desa telefon qilsa o'tib beraman. Barakasi bersin. 2 million 100 ming so'mdan akalar lekin arzon. Mana qo'shqorlarni 2,5 million qo'yishyapti. Endi bunday hisoblasang akalar yuqori tarafga yutib chiqyapsizlar, ko'ringlar. Narxi behijolat bozorgami, internetgami, bir magazin, do'konga ham solishtirib ko'raverasizlar. Obunachida mana narxni olasa qulay. Elmurodov kanalida faqat arzonlar bor. Eng arzon qancha aka bugungi? Eng arzon Sardarbek 1 million 600 mingdan qo'y chiqadi. 1 million 600 mingdan. 1 million 600 mingdan qo'chqor suvlari dollar chiqadi. Qo'chqor sovli? Qo'chqor suvli. Gap yo'q. Akalar ketdik keyingi partiyamizga. Obunachida Elmurod akamiz shu narx arzon qo'yaverman sababim buzilib qoldi deb yiriklan haydab chiqyaptilar. Bir barra qo'zichoq narx qo'yaveramiz akalar. Arzon bo'ladi. Bu nechtalik bu? 10 dona bu ham Sardarbek. Bu ham 10 ta. 10 dona O'ta yirik ikkinchi partiyamizga. Ko'ringlar akalar. Xudo xolasa o'ta yiriklar. Qurollik boblardan, ha? Ishqilib 3,5-4 million orasida emasmi bular? 3 million pastda Sardarbek. Voyga. 3 million pastdami? Pastda. Gap ko'rib turganmiz-da, lekin pastda bo'lmasa aka negativ yozamiz. Bo'ldi. Kelishdik-a? Mana akalar, ko'ringlar, narx arzon bo'lsa lekin otangga nima deb qo'yasizlar. Yoshlari 6-7 oylik atrofida. to'g'li o'tib bo'lgan. Mana akalar, ko'ringlar, 6-7 oylik atrofida, bo'ylari ham 70 plyus, ha? Ko'ringlar. Sardarbek. Bu ikki egizak. Ustiga qizil kraskalar qo'yilgan, xudo xolasa. Bu o'sha yemlayman degan akalarim uchun tavsiya qilaveramiz buni. Pulimni o'stiraman. Degan akalarimizga xudo xolasa yemdan qaytmaydiganlari. Yemingizni tugatadiganlar. Kun issiqligi akalar hisoblab qo'yasiz. Kun issiq bo'lyapti. Mana. Endi haliga qishloq sharoitida bo'lsa, sog'liq tavsiya qildik. Buni shahar joylarga ham boqsa aytaveradi. Shahar joyga ham, qishloq joyga ham hammasi aytaveradigan variantlarida. Tarozi ham buzoraman deganlardan. Akalar. Tikdim, bu Sardarbek ichida osilgan dumlar yo'qmi? Hammasi tikkadim, hammasi e'tibor beradigan bo'lsa, akalar. Xudo xolasa yormadim-ba. Eng asosiysi qo'y suyayli. Hali mashinani ham suyagi butun bo'lsin, tuning ishlarini o'zi qilib oladi edi. Bundan akalar suyayli, xudo xolasa endi pardozandozni o'zing qilib olsalang, qo'ylar juda zo'r o'zgaradi. Narxi necha bo'ladi? Labz qo'ydingiz, tilingizda shu yoqday. Narximi? Dangal. 800 dan berishsin. Dasigazi ham ichida. O'tib ham beraman. Qancha o'tasiz? Hammasi olaman sizga. 100 ming o'tsam bo'ladimi? Bo'ladi aka, gap. Telefon olsa bir yo'l qo'yib berasizmi yana? Telefon qilsa yana o'tib beraman. Yana o'tib berasiz. O'tib beraman. O'zimiz obunachiga o'tib beraman. Akalar 2 million 700 ming so'mdan faqat bu Elmurod o'z kanali obunachilari uchun maxsus bo'lyapti. Bunaqa narxda qo'y yo'q akalar, behijolat solishtirib ko'raverasizlar. Agar shunaqa qo'ydi, shunaqa narxda qo'ysa, yana o'tib beraverasiz. Yana o'tib beraman aka. Otangiz rahmat aka. Gap yo'q. Shu gaplar uchun bitta like bosib qo'yasizlar akalar. Oradagi arzondan boqaman deganlar ham arzoni bor ekan, xudo xolasa. Endi arzonlari. Bundan keyin bundan arzon chiqadi. Bundan arzonlari. Akalar, ko'ringlar. Shu hali pag'ona bo'lib bizda narx ko'tarmaydi. Narx tushadi. Buni soni nechta? 10 dona. 10 ta. Bitta obunachimiz. Siz juda obunachilar o'ylaysiz aka siz. Ha, obunachilar xursand bo'lsin. Gap yo'q aka. Mana akalar 9 ta 10 bitta emas. Hammasi bir qora 10 ta. Bitta obunachimizga xudo xolasa bir komplet, bir pachka. Mana akalar.
Hammasini olib boqaman degan akalarimiz uchun tavsiya qilamiz. Bular hammasi sog'lig'i. Hammasi urg'och Sardor. Ko'paysin akalar, hammasi sog'liq, urg'ochi, xudo xolasa. Ko'paytirib yuraman degan akalarimiz uchun Elmurod aka endi raz obunachilar xursand qilmaysizmi aka? Bitta qo'chqor qo'shib berasizmi? Qo'shib beraman. Qo'chqorni zo'rg'a qo'shib beraman. Gap yo'q. Mana akalar, bitta qo'chqorni ham xudo xolasa qo'shib beriladi. Bitta o'tib ketdi ham akalar, ko'ringlar. Mana sizga hozir bitta qaytarib qo'yamiz. Lekin xudo xolasa olib boqaman degan akalarimizga behijolat tavsiya qilamiz akalar. Qo'yni sifatini ko'rib turibsiz mana. Jonivorlar ko'ringlar. Ishlarga, yo'tallariga bir hafta garantiya, ha? Mana obunachi yebish yo'tallariga garantiyasi beriladi. Junni xohlasang oldira olasiz, lekin shart emas ham akalar. Juni o'zi ja uzun emas ekan, kaltaga boqib yursin, ko'zgacha tulab, ancha xudo xolasa ko'zga ko'rinib qoladi. Narxi nech pul aka narxi? Sardor narxi 1.900.000 dan. 1.900.000 dan? 2 million ham yo'q. 2 million so'm ham yo'q akalar. Mana 1.900.000 so'mdan qo'zi urg'och sog'liqlar. Aka, O'tib beraman telefon qilib. o'sha gapingizni kutib turibdi. Telefon o'tib berasiz. Bargasi bersa akalar, telefon qilsangiz xudo xolasa chiroq o'tib beriladi. Behijolat telefon qilasiz, ishlang bitadi. Akalar o'ylamanglar, bu arzon deb. Bundan ham arzoni bor. Oxirigacha ko'rib kuzatib turinglar. Bizda xudo xolasa faqat arzonlari bo'ladi. Tishda kavaydagilar chiqdi-ku, Elmurod aka. Kavayda qo'zlar. Siz ham shu jim yurangiz bilan aka qo'yni ham dahshat noyob qo'ysiz, noyoblaridan. Mana buni ko'ringlar akalar. Mashalloh. Qaydan topib keldingiz buni aka? Obunachi maza qo'radigan-ku. Maza qilsin. Ishdan kelib shu videoni ko'ryapti turib, charchoqni chiqaraveradiganlar akalar ko'ringlar. Mashalloh, mana buni turishini. Bitta like bosib qo'yinglar mana shu yerga akalar. Sizlardan nima ketdi? Havasiga bitta like bosib qo'yinglar bo'ldi. Dollarda emasmi ish qilib aka endi? So'mda bo'ladi. So'mda bo'lganda ham vobshe arzon bo'ladi. So'mda bo'lganda ham arzon bo'ladi. Bu qo'chqor ikkovi sog'lig'i. Mana akalar ko'ringlar. Xudo xolasa ish qog'oziga tavsiya qilamiz. To'raylik bor-a? To'raylik atrofida, ag'bag'da. Obunachi ko'ringlar mana bular. To'raylik plus minus. Xudo xolasa qo'ydi ish qog'oziga tavsiya qilamiz. Mana sifatini ko'ringlar. Nech pul aka narxi? Sardor bek bularni 7,5 million demadimmi? Ya biz aka bir arzon qo'yib bering. 7 million berishsin Sardor bek. Yana o'tasiz. O'tib beraman telefon qilib. Bargasi bersa akalar. Quloqlarni ko'ringlar. Telefon qilsangiz xudo xolasa yana o'tib beriladi. 7 million so'm bo'lyapti. 2,5 million bo'lsa 7,5 bo'ladi. 2,5 million bo'lsa 7,5 bo'lyapti akalar. 2,5 million ham tushmayapti. Telefon qilsangiz yana o'tib beriladi. Qo'chqorni o'zini so'rasa Sardor bek bundan 3 million kami bor. 3 million kam bor. Endi buni kampligi oladi yani. Chunki 3 million yo'q demasa boqsinlar akalar, qo'ylar juda zo'r ketadi, xudo xolasa. Elmurod aka, arzoni bor, maqtanaverasiz aka. Yana bundan ham arzoni bormi? Bundan keyin arzoni bor, aytdim-ku, 1 million 600 mingdan qo'y chiqadi ekan. 1 million 600 mingdan? 600 mingdan chiqadi. Gap yo'q, ketdi akalar. Aka, arzonlar ham chiqdi-yu aka. Arzon chiqdi, hamma kutgan arzon. Nechta endi? Bu ham 10 dona. Bu ham 10 ta. Bir pech. Bir pachkaga kelib 10 ta bir qo'ra. Ko'ringlar qo'zlarni. Pachkani buzmaymiz oxiri. Pachkani buzmaymiz. Narxi ham shuqulay. Narxi shu. Do'st qilingandan keturadi xolos. Urg'ochlardimi? Nima deyapsiz Sardor bek? Aka, Erkagi bor buni qo'ying, qo'chqorni qarang. hozir qo'chqormi bu? Qo'chqor bu Sardor. Jonivor, qo'chqor ham bor ekan. Qozoq hisoblanadi. 3 ta qo'chqor. 3 ta qo'chqor bor. Qo'chqor ham sog'liq narxida ketadimi? Shundan ketadi Sardor bek. Qo'chqorlar ham sog'liq narxida ketadi akalar. Yosh necha oylikningiz? 2 oylik. 2 oylik. Dastiviqagacha. Dastlabki bola vodiy bo'ladi. Vodiy bo'ylab besplatni akalar mana. Lekin aka narx arzon bo'lsa bo'ldi bizga. Mana akalar uzoq voqea yuraman akalarimiz uchun xudo xolasa tavsiya qilamiz. Kelishning oldida chiqaraveramiz. Kelishning oldida chiqaraveramiz. Dastiviqdan muammo yo'q. Ko'ringlar akalar. Nech pul narxi? Bu narxi Sardor bek, o'sha o'yin qilingan narx 1 million 600 mingdan. Ya qo'lingizni siqib barga qilib olaman sen nech pul? O'tib beramiz. Qancha o'tasiz? 50 ming o'tib beramiz. 100 ming o'tib berasiz. 1,5 milliondan. Bo'ldi, ketdi. Bargasi bersa akalar. 1 million 500 ming so'mdan xudo xolasa dastiviyasi ham ishlab ketaveradi akalar. Yer ishlariga bir hafta garantiyasi bor, xudo xolasa olasizlar. Boqishga tayyor variantida. Aka bugunga shular a? Obunachilar, nomer ekranga qo'yib qo'yamiz, aloqa ish ko'rasizlar. Elmurod o'z kanaliga obuna bo'lib qo'ysalar, bunaqa arzonlar faqat xudo xolasa Elmurod egamiz o'zlarida bo'ladi aka. Akalar, aloqa ish ko'ringlar.